erkakni avliyo qiladigan xotin, erni er qiladigan xotin, qaro yer qiladigan xotin. Agar ukalar, sizlar xotinlaringlarni ba'zi bir kamchiliklariga ko'z yumib, sabr qilib, nasihat qilib, tarbiya qilib, chidab boradigan bo'lsanglar, inshaalloh Alloh taolo sizlarni ko'p ne'mat bilan ne'matlantiradi. Chunki bu ayolni shu yomon tomonlariga sabr qilganingiz uchun. Bir olimni uyiga uzoq joydan ziyorat qilgani, ziyoratchilar kelar ekan. Haligi olimni eshigini ohista sekin taqillatsa, uyini ichidan qo'pol bir tovushda, uning bir tovushda bir ayolni qichqirgan tovushi eshitilar ekan. Kim degan. Shunda haligi ziyoratchilar biroz orqaroq jilib, haligi uyini yana bir qarab, o'tayotganlardan falonchi olimni uyi shumi desa, ha derkan. Olimni uyidagi saroy qanaqa bo'lish kerak edi? Boshqacharoq bo'lish kerak edi. Yana chaqirsa, undan ham battarroq, xuniyroq baqirar ekan. Kim deb, biz falonchi ustozni ziyorat qilgani keluvdik desa, ha ustozing bilan qurib ketgunlar. Tinch qo'yishmading meni hech. Bor ustozing masjidda, yo'qol deb haydab orar ekan. Ya Alloh. Hayron bo'layotgan masjidga kelsa, haligi olim dars o'tyapti ekan. Bir chekada ziyoratchilar o'tirib, dars tugagandan keyin hamma tarqagandan keyin kelib, hali olimni ziyorat qilib, duosini olib so'rashibdi. Uyingizga borsak, xizmatkoringiz shekilli boshqacha javob berdi desa, tabassum qilib kulib, yo'q, u xizmatkorim emas, meni ayolim debdi. Alloh saqlasin, o'sha olimning o'rnida agar biz bo'lib qolsak nima deymiz? Ya, bilmayman, siz qo'shnining uyini chaqirib olish shekilli deymiz. Uyalamizda buni aytgani, to'g'rimi? Biz uyimizdagilar hammasi zo'r javob qiladi kelgan mehmonga. Siz qo'shninikini chaqirib olibsiz shekilli. Ya, deb sekirib olamiz. Hali olim aytibdi. Yo'q, xizmatkorim emas, meni ayolim debdi. Ye? Qanday bo'ldi endi bu? Ustoz desa, mana shu ayolni shallaqligiga, shunaqa baqir chaqiriga chidaganim uchun Alloh taolo meni shunaqa buyuk avliyo qilib qo'ydi degan.